attachentalariga o'zinglar baho berib qo'yaverasizlar kommentariyada. Zo'r qilib qo'yishibdi remontini. Xo'p, Yunusobod 2-kvartalga kelganmiz. 2 xona, 3-etaj, 5-etajga uyimizga chiqqan. Xo'p, bu yog'imizda podyezdan kirushimiz bo'lyapti. Bu yoqda o'zining stroy mebellarni qo'yib ketishgan. To'g'rimizda birinchi xonamizda bo'lyapti bu. Hamma yoq attachenta qilib bitkazib qo'ygan uyimizda. Uyimizdan o'ymadan 50 kvadrat. O'ng qo'limizda sanuzel. Bu yoq sanuzelda cho'g' kuyib qolibdi. Xo'p. O'ng qo'limizda oshxonamiz bo'ladi. Oshxonada ham kerakli mebel, texnika, hamma narsalar bor. Kir mashinasi ham bor. Bu yoqda xolodilnik ham bor ekan. Mana o'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Xo'p, o'ng qo'limizda zalimiz mana. Zalni ham ko'rsanglar bo'ladi, chiroyli. Bu yoqda qisman mebellari bor. Konteyner ham bor ekan mana. Bu yoqda balkon 2 ga 3. Xo'p, orientirimiz Dasaf avtoshkola. Xo'p, bu uyimizning narxini 70.500 qo'yilgan, startoviy narxi. Yana ozgina o'tib berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.